Berdi. Aka rahmat kattikon. Voy Sherzod aka, qahva ketyapsiz. Assalomu alaykum. Notarius ko'pga jonim, notariusga har doimgidek pul tekshirib berishimiz kerak ekan. 77 ming. Bozordan yaqinlarimiz chaqirishdi. Uy oladiganlar birinchi o'chirtda nimaga ahamiyat berish kerak? Yo'ladiganlik birinchi o'chirtda narxiga-da. Narxi yumshoqroq bo'lsa, sotilib ketishi ham to'g'ri bo'ladi, tezroq bo'ladi. Aka, menimcha lokatsiyasiga e'tibor berish kerak. Arzon joy chekkada bo'lsa bo'lmaydi-ku. Arzon joy chekkada bo'lsa, u ham yaxshi. Chekkadan oladiganlar ham bor, misol uchun oblastdan kelayotganlar ham oladi o'shani. Sizlar nima deb o'ylaysizlar, fikringlarni yozinglar. Shu ko'chadan tekshiruv olib borgansiz-ku. Notariusda joy yo'q ekan. To'p kerak emasmi bunga? Yo'q. Notarius keldi. Ajasiga nima bo'ldi? Xudo xohlasa tekshirib berdi. Aka rahmat kattikon. Tekshirib berdi. Ko'chada tekshirib berdi. Notariusda ishlashga joyi yo'q ekan. 77 ming tekshirdi. 76.500 tekshirib berdi, xudo xohlasa. Alloh xayrli qilsin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa 24/7 aloqadamiz.